Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va Kogon shahar aholisi. Kogon shahar maktab va maktabgacha ta'lim bo'limida ta'lim tashkilotlari soni 67 tani tashkil etadi. Shundan 11 tasi umumta'lim maktablari, 3 tasi xususiy maktab, bitta ixtisoslashtirilgan maktab, bitta kelajak markazi va 51 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari. 2025-26 o'quv yilida bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 102% ga yetkazildi. Bitta tayanch bog'chada metodik mahorat kuni tadbirlari tashkil qilinib, metodik mahorat soati tadbirlarida 315 nafar pedagoglar uzluksiz malakalari oshirilmoqda. 2025-2026 o'quv yilida umumta'lim maktablaridagi oliy ma'lumotli o'qituvchilar ulushi 0,2% ga oshirildi. Bunda 804 nafar pedagoglarning 794 nafari, ya'ni 98,8% oliy, 10 nafari, ya'ni 1,2% o'rta maxsus ma'lumotli kadrlardir. Shuningdek, umumta'lim maktablarida tahsil berayotgan o'qituvchilarning 189 nafari oliy toifali, 197 nafari birinchi toifali, 157 nafari ikkinchi toifali va 261 nafari mutaxassis o'qituvchilardir. 2025-26 o'quv yilida $1000 dan ziyod oylik maosh oladigan o'qituvchilar soni 28 nafarga yetib, 2023-yilga nisbatan 4 barobarga ortdi. Umumta'lim maktablari turli musobaqa va tanlovlarda faol ishtirok etib kelmoqdalar. Jumladan, yosh qutqaruvchi musobaqasida Kogon shahar 5-maktab jamoasi viloyat bosqichida faxrli 2-o'rinni egalladi. Turon maktab teatri tanlovining respublika bosqichida Kogon shahar 3-umumta'lim maktabining elegant jamoasi faxrli 3-o'rinni egalladi. 2025-26 o'quv yilida bitta umumta'lim maktabda, ya'ni 9-umumta'lim maktabimizda kasblarga o'qitish amaliyoti joriy qilindi. Shuningdek, 2025-26 o'quv yilida barcha 11 ta umumta'lim maktablarimizda yangi baholash tizimi joriy etildi. 2 ta umumta'lim maktabimizda tanlov fani sinflari tashkil qilindi. Jumladan, 2 ta maktabda, ya'ni 5-umumta'lim maktabida fizika, 9-umumta'lim maktabda nemis tili tanlov sinflari tashkil etilib, jami 55 nafar o'quvchilarga ta'lim berilmoqda. 2025-2026 o'quv yilida 4 nafar xorijiy mutaxassislar Kogon shahar umumta'lim maktablariga jalb etildi. Mutaxassislarning barchasi Filippin davlatidan tashrif buyurgan. Shaharda 2025-yilda oliy ta'limga kirish o'rtacha balli 93 ballni tashkil qilib, o'tgan davrga nisbatan 3,5 ball oshishiga erishildi. Kogon shahrida 2023-25 yillarda xususiy maktablar soni 3 taga, ya'ni 500 o'ringa yetkazildi. 2025-yilda 4 nafar pedagoglar davlat va tarmoq mukofotlarini qo'lga kiritdi. Jumladan, 1 nafari xalq ta'lim fidoyisi, 3 nafari xalq ta'lim a'lochisi nishonlari bilan taqdirlandilar. Kogon shahar maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlarida 2026-yilda amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar, ya'ni maktabgacha ta'lim qamrov darajasini 105% ga yetkazish. Bunda investitsion dastur orqali 4 ta oilaviy bog'cha tashkil qilinishi rejalashtirilmoqda. Oliy va birinchi toifali o'qituvchilar ulushi 2026-yil yakuniga qadar 60% ga yetkaziladi. 2026-yilda umumta'lim maktablariga 3 nafar xorijiy mutaxassislar jalb etiladi. 2026-yilda kelajak markazlariga o'quvchilar qamrovi 8,5% ga yetkaziladi. 2026-yil umumta'lim maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichi 63% ga yetkaziladi. 2026-yilda investitsiya dasturi asosida bitta yangi qurilish hamda 19 ta rekonstruksiya, 2 ta mukammal ta'mirlash ishlari uchun 162 milliard so'm mablag' ajratiladi. Tashabbusli budjet loyihasida maktablarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 4 milliard mablag'lar yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Bunda maktablar zamonaviy kompyuterlar, elektron doska va boshqa zamonaviy moddiy texnik baza jihozlari bilan ta'minlanadi. 2026-yilda 11 ta maktablarda yangi baholash tizimi yo'lga qo'yiladi. $1000 dan ziyod oylik maosh oladigan o'qituvchilar soni 35 nafarga yetkazilib, 2025-yilga nisbatan 21% ga oshiriladi. Xorijiy tillarni bilish bo'yicha xorijiy va milliy sertifikatga ega o'qituvchilar soni 170 nafarga yetkaziladi.
2026-yilda 10 ta ta'lim tashkilotlari, ya'ni 4 ta maktab va 6 ta bog'chalar akkreditatsiyadan o'tkaziladi. Yurtimizda ta'lim sifatini rivojlantirish uchun bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Aynan shulardan biri xorijiy davlatlarga o'qituvchilarimizning tashrifini amalga oshirib, ular bilan tajriba almashish, ularning metodikasini aynan biz tahsil berayotgan, bilim berayotgan umumta'lim maktab o'quvchilariga joriy qilish bu o'z oldimizga qo'yilgan eng buyuk maqsadlardan biridir. Shu jumladan aynan 2025-yil yakunida 2 nafar o'qituvchimiz Koreya davlatiga xizmat safarida bo'lib, u yerni ta'lim sifatini, o'quvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlarni va aynan shu sharoitlardan foydalangan o'quvchilarning erishgan yutuqlarini, natijalarini o'rganib kelib, bugungi kunda o'zimizning umumta'lim maktablarimizda ham shu o'rganib kelingan metodikalar asosida darslar joriy etilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.